köşeleri, yolları ve yolları şehir mühendislik altyapısının ayrılmaz bir parçasıdır ve ulaşım ve yaya trafiğini sağlar. Şehir alanı planlamasında mühendislik alanının gelişmesinde ve şehir ortamının oluşturmasında önemli bir rol oynar. Yani kala köşeleri ham yolları, kala inженерлік infrastrukturasının ayrılmaz bir bölügi olur. Transport ham piyodalar trafiki uchun, ya'ni piyodalar harakatlari uchun arналған. Bular kala aymağın rejileştiruuде olmalı. İnженерлік tarmoqlar joylashtiruvda kala ortam rejileştiruuде ahmetli rol oynaydı. Sokak ve yol tanımı. Sokak şehir bölgesinde bulunan ulaşım ve yaya trafiği mühendislik ağları için tasarlanmış bir bölgedir. Yani köşeler kala territoriyasında joylashgan bulup, transportga bo'lgan qulay bo'lib hisoblanadi. Yol olsa araçlar hareketi için özel olarak inşa edilmiş bir mühendislik yapısıdır. Yani yollar sadece tek kana sol transportlarının şehir mühendislik alanındaki böyle. Onlar su ve kanalizasyon, ısı ve gaz, elektrik ve iletişim. Su ve kanalizasyon sisteminin su temini ve kanalizasyon boru hatlarının yerleştirilmesi, yani kanalizasyon sistemi aslında böyle, yani onlarda joylashtiruvdagi eng ahamiyatli bo'lib hisoblanadi. Ularda ishga kiruvchi suv ham kanalizatsiyalar, ya'ni suv ham kanalizatsiyalarning o'rayi bo'lgan ko'chalar suv ta'minoti ham kanalizatsiya qurilmalar joylashtiruvda eng qulay yechim bo'lib hisoblanadi. Issiq ve gaz, ısı ve gaz şebekelerinin inşası, yani ısılık ham gaz ta'minotlarini quruvlarni joylashtiruvda bo'lgan qulaylik. Elektrik ve iletişim, telekomünikasyon ağlarının birleştirilmesi, yani elektrik байланыс, telekomünikatsiya tarmoqlarini joylashtiruvda qulaylik. Yani umuman aytganda, ne uchun qal'aning ichidagi ko'cha ham yo'llarda injenerlik tarmoqlari joylashtiruv qulay. Sebebi, misol uchun har bir qal'alardagi ko'chalarning aslida injenerlik tarmoqlarining tarqatuvchi punktlari joylashadi. Respo, yani gaz tarmog'i bo'lsin, kanalizatsiya tarmog'i bo'lsin, issiq tarmog'i bo'lsin, elektr tarmog'ining barchasi har bir ko'chaning basida o'zlarining sol tarqatuvchi tarmoqlar joylashgan. Yani sol uçunda qalada hammasi birga жұмыс істейтін bo'lgandan keyin, ya'ni umuman xalq ko'p bo'lgandan keyin birlashtirilgan holda joylashtirilgan bo'lgan кезде ulkan qalalardagi umuman ko'chalarga tarqatuvchi punktlar ansab bo'lib hisoblanadi. Shu yerda masalan aytaylik, agarda rayonlarda bu tarmoqlarni tarqatuvchi bo'lsa, biz rayon o'rtog'idan boshlab tarqatib kelishimizga to'g'ri keladi. Durustmi? Ya'ni bu degani ulkan yo'ldagi ulkan qurilish жұмыстарын, ya'ni injener tarmoqlar жұмыстарын olib keladi. Agar qala ishidagi qandaydir bir usul kanalizatsiya, umuman usul injenerlik inşaatlar va injenerlik tarmoqlarida bo'lgan yetishmovchiliklarni tarqatgan bo'lsa, biz tek qana sol ko'chaning basindagi tarqatuvchi punktdan qana olamiz. Ya'ni eng qulay variant degani qala ishidagi ularni joylashuvi. Sokak ve yolların sınıflandırılması işlevsel önemi. Koşu yolların klasifikasyası ham funksional ahamiyatda. Onlar ayrılır. Ana sokaklar, ilçeler arası sokaklar, mahalle iç sokaklar ve hizmet ve ekonomik yollar. Ana sokaklar bunlar şehir bölgelerinde, büyük konut alanlarını, sanayi bölgelerini ve topluluk merkezlerini birbirine bağlayan yüksek ulaşım kapasitesine sahip ana ulaşım yollardır. Yani ana sokaklar magistral yollar. Şehir bölgelerindeki qala territoriyasına büyük imarat ham inşaatlarning jildisi, sanat karxonalari, sanat territoriyalari, umuman jamiyatlik o'raylarni bir-birini байланыстырuvchi yo'llar bo'lib hisoblanadi, ya'ni magistral yo'llar. Ham bular uchun, ya'ni usullarni xizmat etuvchi uchun avtomobillarning eng yuqori darajadagi imkoniyatlardan, ya'ni hareket etebiliyor imkoniyatları temin etib beruvchi yo'llar bo'lib hisoblanadi. Hareket için tasarlanmış düşük hızlı ve düşük yoğunluğa sahip caddeler, yani aytganda
qala ishindagi, mahalle ishindagi ishki yo'llar ketadi. Ya'ni bu so'nggi haqida gap ketadi. Yerleşim bölgelerinin, yani jeki sol общий мысалы көшелердің, жергілікті көшелердің ішінде сол жерде жасаушы халық үшін ғана қызмет ететұғын һәм düşük hızlı, yani az tezlikte hareket ете алатұғын һәм аз интенсивлікке ие болған көшелер. Yani тек қана сол махалле ішіндегі адамдарға арналған көшелер, олар ішкі жолдар кәдімгі. Hizmet ve ekonomik yollar. Hizmet ve ekonomik yollar, endüstriyel bölgelerin, depoların, işletmelerin, toplumsal ve ekonomik tesislerin bakımı için yük taşımacılığı ve teknik ulaşım için tasarlanmış yollar. Örneğin bizim yurdumuzda hizmet ve ekonomik yollar kullanılmaz. Çünkü onlar çok pahalı yollar. Yani hizmet ve ekonomik yollar, bunlar halbuki bulduğu yollar. Ekonomik yollar diye anlatılады. Endüstriyel teritoriyalar için ambarxanalar degende мысалы temiz portlarını bilesiz ya, temiz portlarında көбіне skladlardan to'g'ri keladi. Yani skladlardan iborat bo'ladi. Ular yuk tasmollab xizmatini atqarib bo'lgandan keyin ulkan hamda ne deymiz? Ulkan yashiklar bor-ku, skladlar, konteynerlar, solar bilan жұмыс істейді. Yani sol to'g'ri ishlatmalar, depolar degan sollarni tasu uchun xizmat etadi ham ishlatmalar ishlab chiqaruvidagi ham jamiyatning ekonomikal жұмысларына xizmat etadigan ko'chalar ham eng tikanisi texnik ulaşım uchun, ya'ni texnik transportlar uchun. Texnik transportlar bo'lganda qanday ma'noda bo'lar? Misol uchun qurilish жұмысларында ulkan avtomobillarga bo'lgan muhtojlik yuqori, ya? Yani qanday kran mashinalar bo'lmoqda, beton bulg'ovchi, ya'ni sement beton bulg'ovchi avtomobillar, transport qurollari bo'lmoqda. Ularda tek qana sol o'zining belgilangan vaqtni yetkazib berу kerak. Durustmi? Ya'ni u o'zining misoli xizmat etadigan davr bor bo'lganlikdan sol davrga yetkazib berу uchun bizlar magistral yo'llardan uni yurgiza olmaymiz. Sebebi magistral yo'llarda hamma vaqt chasqitgan vaqtlarida avtomobillarning ko'pligi sebebiyle probkalar bo'lishi mumkin. Durustmi? Ya'ni sol vaqtlarda yo'llarda qandaydir bir irg'islarga olib kelishi mumkin. Sol uchun aytganim bizning qalalarda, ya'ni bizning mamlakatimizda ekonomik yo'llar yo'q bo'lib hisoblanadi. Ya'ni endi yerlashtirib atib, sebebi uzoqlashgan bo'lgan talab kuchli bo'lgan yo'q. Endi qaladagi intensivlik kuchaygan vaqtda endi o'sha bizlar ko'chalar probkalar paydo bo'ladi, ya. Yani misal bu yerda Turkistonning o'zida hozir 3 kundan beri o'yin tig'iz bo'lib qabatba, ya'ni 2 polosa bo'lib ba'zi жұмыс істеп turgandan keyin ko'p avtomobillarning jinoat qoluvi svetoforning vaqtini to'g'ri kelmayapti. Ya'ni o'sha bir-ikki avtomobilning жылжуы bilan svetoforning vaqtiga qolaman, ya'ni qizil shartni janab qolumen o'sha u yerda probka jinoat qoladi. Ya svetoforning vaqtincha sol remont tavsiyaman degancha uzaytib beru kerak. Ya bitta o yerdagi yo'lda boshqa liniyani ochib beru kerak. Boshqa liniyani ochib beradigan bo'ladi desa, o yerda mikrorayon ishida hozir ishki yo'ldan ketyapti-ku. O yo'lda bizlarga qatnab intensivlikka to'g'ri kelmaydi. Ya'ni o pis yo'l bo'lsa, ishi ishlanmagan, o'nglanmagan yo'l bo'lganlikdan ular qulaysizlik tug'diradi. Yani ya birde yo'l remonti tezlik saqlashtiru kerak, ya birde o yerdagi svetoforni vaqtini o'zgartirib beru kerak bo'ldi. Sol kezde qana o yerda avtomobillarning jinoati to'planib qolуы arzon bo'ladigan edi. Ya'ni именно sol xizmatlar uchun foydalanilgan bo'ladigan eng qulay yo'llar ekonomik yo'llar bo'lib hisoblanadi. Harakat turiga ko'ra sinflantirilmasi. Ular sadece ayrılmaz. Birinchi otoyo'llar, yaya yo'llar, bisiklet yo'llar ve karma hareketli yo'llar. Otoyo'llar araç ve kamyonların, toplu taşıma araçlarının hareketli yönelik yolları. Yaya yolları olsa yalnızca yaya trafiği için tasarlanmış yollar, bisiklet yolları, bisikletçiler için özel olarak ayrılmış yollar olsa karma hareketli yollar, karayolu, toplu taşıma yolu, bisiklet ve yaya trafiğinin ortaklaşa organize olduğu yollar. Yani hareket türüne göre klasifikasyonlanma